Aziz aka, mana dush kabinani o'rnatdingiz, bunimi? Bu o'zi asrda ko'pchilik insonlarga biz maslahat beramiz. Prozrachniy qiling, chiroyli chiqadi deymiz. Buncha prozrachniy qil deysiz, uni nakib bo'lsada, dog' bo'lsada deyishadi. O'sha narsadan kelib chiqib biz yechim qilib berganmiz. Mana bu narsasi ketqizadi, blesk emas, bu o'sha nakiblarni ketqizadi. Bunisi esa nakibdan keyin artsangiz agar yaltiratadi, shunaqa yaltirab turadi dush kabina. Mijozlarimiz qiynalmasligi uchun bu narsalarni qilganmiz. Buni o'rnatib ketganingizdan keyin sovg'a sifatida Sovg'a tariqasida berib bepul. Keyinchalikkacha? Keyinchalik ham agar kerak bo'lsa telefon qilsalar beramiz, muammo emas. Lekin men qayerdadir eshitgandim, shu mana shunaqa mayda detallar bu mijozni hurmat qilishdan dalolat deyiladi. Lekin zo'r, men birinchi marta ko'rib hayron qoldim. Bu sotib olingan narsa emas ekan. Bu mana bunaqa brilliant glass yozuvlari bilan hamma narsasini tayyor qilib qo'yishibdi. Ha, o'zim yaqinda eshitdim, lekin haqiqatan ham zo'r, maza qildim lekin. O'zimizni brend bilan chiqarib beramizda, Okubek. Chunki mijozlar dush kabina qo'ygandan keyin o'sha o'rnatish davomidan razmer o'lchashimizdan boshlab to ketgunimizgacha ular ishlatgancha biz o'zimizning mahsulotimizga garantiya berishimiz kerak. Artish davomida bizning mahsulot bor. Yana bir yillik servisimiz bor. Sifat qilib o'rnatamiz. Agar yoqmasa, agar dush kabinani yechib kelib pulingizni qaytarib ham beramiz. U muammo emas. Faqat siz rozi bo'lsangiz bo'ldi. Bunday menimcha Samarqandda ko'rmadim men. Bo'lsa izohlarda yozib qoldiring. Xuddi shunday.